O'qituvchilar maoshi masalasida vazirlik izohi bahslarga sabab bo'lyapti. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videosiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. O'zbekistonda o'qituvchilar maoshi mavzusi yana kun tartibiga chiqdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosari Azizbek To'rtayev pedagoglarning bazaviy ish haqqi pastligi yuzasidan rasmiy izoh berdi. Uning ma'lum qilishicha, bugungi kunda o'qituvchining o'rtacha bazaviy stavkasi taxminan 5,1 million so'm atrofida shakllanmoqda. Vazirlik pozitsiyasiga ko'ra, tizimda jiddiy muammo mavjud emas, chunki o'qituvchilar uchun yuqori daromadga chiqish imkoniyati yaratilgan. Aytilishicha, malaka darajasi, attestatsiya natijalari va kasbiy o'qishga qarab oylik maoshni 10 milliondan 20 million so'mgacha oshirish mumkin. Biroq rasmiy bayonotlarga qaramay, statistik ma'lumotlar bu masalada boshqacha manzarani ko'rsatmoqda. Mavjud raqamlarga ko'ra, mamlakatdagi o'qituvchilarning atigi 3% 10 million so'mdan yuqori maosh olish darajasiga yetishgan. Qolgan 97% pedagoglar esa asosiy bazaviy stavka bilan ishlashda davom etmoqda. Tanqidchilar fikricha, mazkur bazaviy maosh hatto kundalik ehtiyojlarni to'liq qoplash uchun ham yetarli emas. Shu sababli ko'plab o'qituvchilar qo'shimcha daromad manbalari izlashga majbur bo'lmoqda. Ekspertlar esa yana bir muhim jihatga e'tibor qaratishmoqda. Barcha hududlarda imkoniyatlar bir xil emas. Ayniqsa chekka hududlarda ishlayotgan o'qituvchilar uchun malaka oshirish, attestatsiyadan o'tish va yuqori toifaga chiqish imkoniyatlari cheklangan. Bu esa umumiy tizimda tengsizlikni yuzaga keltirayotgan omillardan biri sifatida ko'rilmoqda. Shu tariqa rasmiy nuqtai nazar va amaldagi vaziyat o'rtasida muayyan tafovut saqlanib qolmoqda. Endi asosiy savol: bu muammo qanday hal etiladi va o'qituvchilar uchun haqiqiy teng sharoitlar yaratiladimi? Bu masala jamiyat diqqati markazida qolmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.